Ko'pchilik yangi editorlarda bo'ladigan muammo shuki, subtaytl yozish juda zerikarli va ko'p vaqt oladi. Bu shaxsan menda ham bo'lardi. Aslida bunga yechim bor. Bu oson. Misol uchun, men qanday qilib tez subtitr yozaman, buni ko'rib chiqamiz va boshqa yo'llari haqida ham ma'lumotlar berib o'taman. Oddiy montajyor yoki oddiy inson qanday subtitr yozadi? Tekst uni oladi, videoda aytilgan gapni yozadi. Properties bo'limini ochib, text dizayn ustida ishlaydi, font o'zgartiradi, rang beradi. Keyingi aytilgan so'zni eshitadi va keyingi so'zni yana boshqatdan xuddi oldingidek qilib yozadi. To'xtang, shu yerda bu jarayonni o'zgartirsa bo'ladi. Shunday tayyor yozilgan tekstni copy qilamiz va yoniga paste qilamiz yoki shunchaki alt klavishini bosgan holda mishka bilan tekstni olib yoniga qo'yamiz. Endi tekst yozuvini o'zgartirsak kifoya. To'g'ri, bu yo'l ancha tezroq bo'ldi, lekin undan ham tezroq qilish yo'li bor desamchi. Subtitr boshlanadigan joyga borib, birinchi tekstni biz xohlagandek ideal qilib tayyorlaymiz va endi uni video davomiyligida cho'zamiz. Video boshiga qaytib, video ovoziga moslab kesib chiqamiz va har bir kesilganda nima aytilgan bo'lsa, tekstni shunga o'zgartirib chiqamiz. Bu yo'l ancha tezroq va samaraliroq. Chunki bunda kerakli so'zlarga boshqa ranglarni ham to'g'irlab qo'ysa bo'ladi. Bu yo'l bizga, ya'ni Premiere Pro'da montaj qiladiganlarga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Endi biz tekst uchun qo'shimcha programmalardan foydalanishimiz mumkin. Misol uchun telefondagi Captions dasturi. Bu dastur iOS tizimida mavjud va unga har oyga pul to'lab, ya'ni sotib olib, hozirgi kunga mos subtitrlarni tayyor animatsiya bilan yozdirsa bo'ladi va ideal tarzda yozib beradi deb ayta olaman. Dasturdan qanday foydalanishni ko'rsata olmayman, chunki menda Samsung. Men hozir subtitrlarni o'zim yozaman. Keyinchalik moliyaviy tomondan yaxshilashsa, balkim iPhone sotib olarman. To'g'ri, shunga o'xshash Android dasturlar ham bor-ku deb aytishingiz mumkin, lekin men bir nechtasini ishlatib ko'rdim. Qisqasi aytganda, yaxshi emas. Xullas, bugun yangi boshlaganlarga, subtitr yozishda qiynalganlarga biroz foydali video qilishga harakat qildim. Qandaydir xatoliklar bo'lgan bo'lsa, albatta uzr so'rayman. Uni albatta kommentariyada to'g'rilab ketasiz degan umiddaman. Va shu kichik mehnatimni qadrlagan holda videoga bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yasiz degan umiddaman do'stlar. Va bizning bugungi videoligimiz tugadi. Albatta mana bu ekraningizda ko'rib turgan videolarni ko'rishni ham unutmang do'stlar. Bu ham sizga foydali bo'lishi mumkin. Hammaga rahmat.